Liftlarda ishlab turgan domdan 1 metr kvadrati $300 Buxoroda bo'lmagan narxini men sizlarga topib qo'ydim. Ito uchastka yoki hovli izlab yurganlar bo'lsa, ozgina shoshmay turinglar. Chunki bu kvartiramizni umumiy tepa past penthouselar bilan maydoni 460 metr kvadratni tashkil etadi. Shundan 180 metr kvadrati ochiq penthouse bo'lgan, 280 metr kvadrati zakrit territoriya. Faqat 280 metr kvadratni o'zi uchun to'laysiz. 180 kvadrat penthouse'ni qo'shib beradilar. Eshikdan kirganda katta studiya zal, xohlasangiz o'rtadan bitta peregod ko'rsangiz, u yo'g'ini alohida, bu yo'g'ini alohida qilib yuborsangiz bo'ladi. Juda ham katta maydon. Shu yo'g'ini o'zi bir 60 kvadratdan oshib qoladi. Oldida ochiq balkonlar bo'lgan yopganlar. Bu yoqda o'ng qo'lga qaytishimiz bilan mana bu yoqda oshxona uchun joy qoldirib o'tilgan, gazni trubalari kelgan, gazga shotchiklar o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yoqqa o'zlaringiz deraza o'rnatib olasizlar. Minimum $30,000 maksimum $50,000gacha rasxodi bor kvartiramizni, lekin men o'ylayman Buxoro shahar bo'yicha bunaqa kvartira yagona bo'ladi taxlaganlaringizdan keyin. Tepalari monolit qilingan ekan. Bu juda ham katta oshxona, bir tomonini pishir-tushir qildirsalaringiz, ikkinchi tomonini o'tirib choy ichadigan joylari bo'ladi. Pastdagi общий sanuzul xonamiz, juda ham katta sanuzul xona uchun joy qoldirilgan, suvlari, quvurlari bor. Bu yoqda oldida bitta yotoqxona qilib yuborasizlar. Devorlarini 80-90% joyi padmayak shkatulkadan chiqqan ekan. Bu yoqda pastdagi mehmonxona, juda ham katta mehmonxona bo'ladi. Menimcha uzunasi bir 10 metrdan oshadi. Yoniga bir 4,5 metr atrofida panoramli deraza bo'ladi bitta bu yoqda. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Videoni mana shunaqa shahardagi yagona kvartirani sohibiga aylanaman deb yurgan tanishlaringiz bo'lsa, agar ulashib qo'yinglar. Chem uchastka olgandan ko'ra shu ham uchastkani javobini beradigan kvartira bo'ladi. Pastda ko'rdingizlar, ikkita katta xona, bitta yana qilsangiz pastda 3 ta xona bo'ladi. Mana bu yoqda ochiq balkonlari bor. Kelsalaringiz ko'rasizlar, bu yoqqa bitta eshik ochib olish kerak. Tepadagi keyingi xonamiz yotoqxona, uje 4-xona hisobida. Mana bu yoqda mana ochiq balkonlari ko'rib turganlaringizdek. Bu ikkinchi hol, pastda bitta hol, tepada o'zi ikkinchi hol bo'lyapti. Bu yoqda tepadagi 5-xonasi juda ham katta xona. Mana bu yoqdan bitta eshik ochib beramiz dedilar xohlasangiz. Bu eshikning ortida ham 40 kvadratli penthouse bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda bitta kladovka uchun joy qoldirib o'tganlar, o'zi lift xona bu yoq, atrofida kattagina bo'sh joyi bor. Xo'p, va oxirida e'tibor berasizlar, tepasi shifr bilan yopilgan, fermalari qilib qo'yilgan joyimiz. Buni oldini panoramni ko'rinishga ega qilib, mana qo'shnilar ba'zi birlar qilib olganlar bor, lekin ularniki ozgina kichikroq. Mana shunaqa qilib, panoramni qilib yopib olsalaringiz agar, oldida yana ochiq penthouse'lar qoladi. Shu turishida ham yarmini yopib, yozgi kravat qo'yib yoki bir sharoitlar qilib o'tirib choy ichadigan zonalar, dam oladigan zonalar qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Mana shu kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, agar raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'ringlar. Narxi kvadratiga nisbatan hamyonbop holatda. Mana shunaqa ochiq penthouseli kvartirani Kretini ko'chasidan 5 xonali 230 kvadratligini narxini vobshe shikolat qilib topib qo'ydim men sizlarga. Bu yo'qlarda bilasizlar, kvartirani 1 kvadrati 7 million 8 million bo'lib ketgan. Men sizlarga greta 5,5 milliondan aylanadigan kvartira topib qo'ydim. Turgan joyimiz gigantskiy oshxona, studiya stilida qilib bo'lsalaringiz bo'ladi. Mana shu derazadan Kret ko'rinib turadi. Mana bu yoqdan yopib olishlaringiz mumkin oshxonaning oldini. Katta koridor, oshxonaga ulanib ketgan. Bu yoqda kiraverish eshigi, kirganda razdelni sanuzil. Mana bu yoqda gigantskiy kvartiramizning mehmonxonasi, juda ham katta mehmonxona. O'zi ham bir 6 ga 7 mi shunday bo'lsa kerak. Davom etamiz. Bu yoqda ichida sanuzil bilan kvartiramizning katta yotoqxonasi, любой turdagi spalni garnituri sig'adi. Bu yoqda esa kvartiramiz bo'lyapti 3-xonasi. Mana bu yoqda 4-xonasi, kvartiramiz hujjat bo'yicha 230 kvadrat. Va oxirida 5-xonasi 8 qavatli g'ishtli liftli dom 8-qavatda joylashgan. Stroy materiallari keltirib qo'yilgan, anchagina rasxodi qilib qo'yilgan kvartirani liftlarda ishlab turgan, to'liq foydalanishga topshirilgan domdan ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yoqda liftlarining joyi, kvartiramiz dublex proyekt, umumiy maydoni 350 metr kvadrat tashkil etadi. Oshxonasi to'liq elektromontaj, santexnika montajlari bo'lgan, dvoxkontrli kotel Visman firmadan germanskini zo'ridan qo'yilgan, 24 taligidan qo'yilgan ekan. Bu yoqda e'tibor berasizlar, qimmat metallogranit kafellari keltirib qo'yilgan holatda turibdi. Bu birinchi xonasi bo'ladi.
Bu yoqda yonida sanuzul uchun joy, to'liq elektromontajlari bo'lgan, hamma yoqqa yetadigan gipsokarton bilan profillar olib qo'yilgan. Bu ikkinchi xonasi, oldida o'zini ochiq balkonlari bilan birga tepaga chiqqanda vidni manzarani ko'rsataman. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, afsuslanmaysizlar. Juda ham chiroyli manzara bo'lgan. To'liq teplый polni montajlari koridordan boshqariladigan qismi, ikkinchi qavatga ko'tariladigan joyi, yana bitta ochiq balkon, umumiy kichkina balkonlarning o'zi 4-5 ta kvartiramizda. Bu yoqda yana bitta kladovka sanuzul qilsa bo'ladigan joyi, mehmonxona juda ham katta. Bu yoqda yana bitta yotoqxona, ichiga spalni qo'yish uchun joy hamda ichida o'zini sanuzul xonalari bilan birga 5 ta xona bo'ladi. 3 ta sanuzul bo'ladi. Bu yoqda oldida yana bitta ochiq balkoni bor. To'liq aytib o'tganimda elektromontajlari qilingan, profillari keltirib qo'yilgan. Bu yoqda yana qo'shimcha gipsokartonlari. Davom etamiz. Zinalar yonashi uchun zinalarning oldida alohida kabinlar tashab o'tilgan. Bu tepada yana bitta xonasi, podyezddan ham alohida chiqsa bo'ladi bu yoqqa. Bu yoqda ham ichida o'zini parilka xonasi, bu yoqda sanuzuli, dushi hamda ichida parilka xona uchun joy qoldirib o'tilgan holatda turibdi. Endi esa terrasasini ko'rasizlar. Terrasani mana shu toshlarini o'ziga 20 ming rasxod qilgan bizda dedilar. Suvdan, suv to'da bo'lganda suvni ketishi uchun oyoqtagiga to'liq liniya tashlab, sharoitlari qilingan, yozgi oshxona qilish uchun ham joy qoldirib gaz chiqarib qo'yilgan. Bu yoqda suv chiqarib rakvinalar tashkil etib qo'yilgan ekan. Xo'p, bu yoqda yana dizaynerlik ishlarini, suratlarni tayyor holatda o'zlaringiz taxlab olasizlar, bo'ladi, taxlab olsalaringiz bo'ladi dedilar. Nima deyapti manzara? Shahar kafday ko'rinadi. Bu tomonda sharq tomon bo'lsa agar, bu tomoni Buxoro City. Bu yoqda esa yangi qurilgan zamonaviy uy-joylar, kiriti tomon va shu yoqdan turib zakat oftob botishida minorai kalon ko'rinyaptimi? Eski shahar. Вообще maza qilasizlar, xudo xohlasa. Bu yoqda terrasamizning qolgan qismi, ikki tomondan kirib chiqsa bo'ladi. Uka, proyekt bo'yicha fikringiz? Penthouse o'zi gapiradi, как uchastka bo'lgan. Uchastka kerak emasmi bu kvartiraning egasiga? Bu kvartiraning egasiga haqiqatda uchastka kerak emas. Manzaradan prosta bahramand bo'lib, maza qilib yashaysizlar. Kimga qiziq bo'lsa, agar raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi.